Assalomu alaykum, sizlar bilan Farruh Maqsudov. Demak, bugungi mavzuyimiz qarz haqida gaplashamiz. Qarz. Imom Muhammad aytadiki, qarzi bor inson yog'lik non yeyishi makruhdir. Undan keyin qarzi bor bo'la turib bu dunyoni tark etgan inson agarki u shahid bo'lsa ham jannatga kira olmaydi deyiladi. Imkoni bo'la turib qarzni cho'zishni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zulm deb ataganlar. Qarz bu bandaning haqqi bo'lib, uni faqatgina bandaning o'zigina kechishi mumkin. Uni Alloh taolo kechmaydi deyshadi. O'zi aslida qarz berish bu savobli ish. Qarz masalasi juda ham muhim bo'lgan masala. Aslida buni o'rganib chiqishingiz kerak. Men biror nima deya olmayman, ammo o'rganib chiqing. Pastda linklar qoldiraman. Qarang, qarz beruvchi shaxs qarzini so'rashiga ozginagina uyaladi. Bu tabiiy holat. Shunday ekan, siz qarz oldingizmi, qarzingizni o'zingizdan bilib turib berishingiz kerak. Shuni unutmang. Ikkinchidan, qarz mana shu insonlarning orasidagi munosabatlarni buzdimi? Faqatgina siz va qarz beruvchining o'rtasidagi munosabatni buzmayapti. Bu yerda qarz beruvchi boshqa bir insonlarga nisbatan ham ishonchsizlikni his qiladi. Uning bu yerda o'sha narsa paydo bo'lishiga sababchi bo'lgan inson sizsiz. Bilasizki, sababchi qilish bilan teng. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qarzingiz bo'lsa bering. Bu dunyodan qarzdor bo'lib turib ketishni tavsiya qilmayman.